Savol. Assalomu alaykum ustoz. Bosqinchilikqa uchragan ayol iddat tutamdi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Bosqinchilikqa uchragan ayol iddat tutish masalasida olimlarning qarashlari birdek emas. Hanafiy mazhab bilan Shafiiy mazhab olimlari undaq ayolga iddat tutish yo'q deb qaraydi. Bu qarash Abu Bakr, Umar va Ali radhiyallohu anhulardan rivoyat qilingan. Maliki mazhab olimlari bilan Hanbali mazhab olimlari undaq ayolning iddati odatda taloq qilingan ayoldek 3 hayz deb qaraydi. Imom Ahmaddan kelgan yana bir qarashda bir hayz iddat tutadi deb qaragan. Bu Maliki mazhabida bir qarashdir. Buni Imom Ibn Taymiya tarjih qilgan bo'lib, mushu qarash muvofiq. Buningga asosan agar eri bor ayol bo'lsa, bir hayz ko'rib qo'rsqida yo'qligi isbotlangan qadar eri ayoliga yaqin kelmay turadi. Agar qo'rsqida borligi isbotlansa, balani tug'ib bo'lguncha yaqin kelmay turadi. Eri yo'q ayol bo'lsa, bir hayz ko'rib qo'rsqida yo'qligi isbotlangandan keyin yatliq bo'lsa bo'ladi. Agar qo'rsqida borligi isbotlansa, balani tug'ib bo'lguncha yatliq bo'la olmaydi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 107 numurliq fatvo.